Xabar mundaq, mavzu ham mundaq hurmatli vatandoshim mana. Reuters agentligi Amerika harbiy parxod avatib Tayvan bo'g'ozidan o'tishni va Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berishni o'ylashyapti. Mo'sha tema 2 kundan bir torbetlarda qizg'in tema bo'lib qolyapti. Demak, bu ish bir eg'ir ishtak qiladi vatandoshim. O'ylashyapti deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 6-oyning 6-kun Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Bu xabar mundaq boshlandi. Washington Jungo o'zliksiz harbiy aeroplan avatib, harbiy parxod avatib Tayvanni aylanib uchib, Tayvanni aylanib yurish qilib, chorlash elib berib, Tayvanga besim ishiltayotgan bir paytda Reuters agentligi haftaning 2-kuni bugun, ya'ni 6-kuni Amerika amaldorlarining so'zlaridan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Amerika harbiy parxod avatib Tayvan bo'g'ozidan aylanib o'tishni o'ylashyapti. Agar bu ish rost bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu ish Prezident Trump Tayvanni qo'llaydigan yangi bir harakat deb qaraladi. Xabar yana mundaq ko'rsatildi. Amerika bu yil bir dona avtomatik avatib Tayvan bo'g'ozi chorlash elib berish planini allaqachon o'ylashib ko'rgan. Lekin o'ylashni davomlashtiradigan bundaq qilganda Jungo norozi bo'ladi deb qaragan. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi mayor Christopher Logan Amerikaning Tayvanga qanday mas'uliyati bor degan masala bo'yicha bundaq ko'rsatdi. Amerikaning intayin muhim manfaati navbatdagi prinsipi asoslar bo'yicha xalqaro tartibni qo'llash. Uning alohidaligi shuki, qaysarona gullangan demokratik Tayvanni saqlab qolish. Amerikaning Tayvan bo'g'ozida harbiy parxod avatish g'arizi to'g'risida Tayvan masalasini ehtiyotchan bir taraf qilishni murojaat qildi. Bayonotchi Hua Chunying, Jungoning bayonotchisi Hua Chunying haftaning 2-kuni bayonot e'lon qilib, Amerika Jungo munosabati Tayvan masalasi intayin muhim, intayin sazgir yadroliq masala. Amerika bir Jungo prinsipiga amal qilishi. Amerika bir Jungo prinsipiga amal qilishi Tayvan bo'g'ozining muqimligiga ziyon solishdan saqlanishi lozim. Yana bir mavzu, Amerikaning eg'ir tipli bombardimonchi aeroplani Janubiy dengizda uchib o'tdi. Jungoga ogohlantirish berdi. Cheqilsang badan to'laysan dedi. Mavzuli xabar 6-oyning 6-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika navbatda 52 tipli bombardimonchi aeroplan avatib Janubiy dengizdan uchib o'tdi. Jungo taraf buning uchun qattiq ogohlantirish berdi. Beijing vaqt 6-oyning 5-kuni Jungo Tashqi ishlar ministrligining muxbirlarini kutib olish yig'inida Amerikaning muxbiri Amerikaning dengiz armiyasi tunugin dalilladi. Amerikaning 2 dona B-52 tipli bombardimonchi aeroplani Janubiy dengiz taqim orollariga yaqin dengiz sohilidan uchib o'tib mashq qildi. Bu harakat Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministri James Mattis Jungo tarafni Janubiy dengizda harbiylashtirdi deb ayblagandan keyin yuz berdi. Amerika harbiy taraf amaldorlari harbiylashtirish masalasi bo'yicha bir qadar qattiq ifoda bildirdi. Jungo taraf bu to'g'rida nima deydi deb savol qo'yganda bayonotchi Hua Chunying mundaq javob berdi. Bir necha kun burun Amerikaning Davlat Mudofaa Ministri Jungoning Janubiy dengizda harbiylashtirish to'g'risida so'zladi. Bugun Amerika harbiy taraf B-52 bombardimonchi aeroplanni Janubiy dengiz havo tavalligiga avatdi. Amerika matbuotlari bu masalaga qanday muomala qiladi? Men bilolmadim. Hua Chunying bayonotchi Hua Chunying yana Amerika taraf bu masalani bizga tushuntirib qo'yishi lozim. B-52 tipli strategik bombardimonchi aeroplanning bu yerga tushib kelish harbiylashtirish bu yoki emasmi?
Belki yüzüçe mentakılık fikir koyup da huaçı. Ben Amerika agahlandırış birimen birinci. Amerika herbileştiriş degen meseleni to'xtatish kerak. Ko'zini yumib elib yolg'on so'zlamasligi kerak. İkinci, Janubiy dengiz rayonida va vaqatlar ishni to'xtatish kerak. Çekilgan aman bedel to'laydigan gap. Üçüncü, Jungo taraf her qanday harbiy parxod, harbiy aeroplandan qo'rqib qolmaydi. Her qanday zarar tadbirlarni qo'llanib, davlatning bexatarligini qo'llaydi. Bunda qaraganda Jungoning bayonotchisi, Tashqi ishlar ministri bayonotchisi Hwachiyin xonim sal ochiqlanib qolganda turamdi nima? Mesela Amerikaning aeroplanlari u yerga o'tsa, chegara davlatlariga bormagan davlat chegaralariga yetmagan ekan bu ochiq havoda ketayotgan aeroplan, ochiq dengizda ketayotgan harbiy parxod sana yaqinlab kelmagan, hatto chegaraga yaqinlab bir g'aris yetib kelganda bo'lsa-mu, norozilik bildirsangiz bo'ladi xonim, bayonotchi Hwachiyin xonim.